Hurmatli Lisan Tahir kanalining obunachilari, sizlar bilan doimgidek studiyada Ibrohimbek. Xo'p, ketdik. Bugungi darsimiz nima haqida bo'ladi? Present Perfect Continuous. Ya'ni hozirgi mukammal davomiy zamona tense. First of all, we must sharp our previous knowledge. Ya'ni biz o'tgangi darsimizni ozroq takrorlab olamiz. Xo'p, mana. Biz o'tgan darsimizda kimni esida bo'lsa, present perfect, ya'ni hozirgi mukammal zamoni o'tgandik. Buni formulasi subject plus have has plus verb 3, ya'ni subject ega, qo'shuq, have has qo'shuq, fe'lning 3-shakli. Xo'p, endi mana shu yerda uni so'roq shaklini ko'rib ketamiz. Ozroq dialog berilgan. Have you traveled a lot, Jane? Jane, sen ko'p marta sayohat qilganmisan deyapti. Dave so'rayapti. Jane. Yes, I've been to lots of places. Men juda ko'p yerlarda bo'lganman. Dave. Really? Rostdanmi? Have you ever been to China? Rostdanmi? Sen Xitoyda bo'lganmisan deyapti. Jane. Yes, I've been to China twice. Men Xitoyda 2 marta bo'lganman deyapti. Dave. What about India? India-chi? Jane, no, I haven't been to India. Yo'q, men Indiyada bo'lmaganman deyapti. Xo'p, buni sizlarga ko'rsatib ketayotgan maqsadim, shuni so'roq shakli o'tgangi darsda ozroq chala bo'lib qolgan. Xo'p, endi mana shuni yana tushuntirib beraman. O'zi present perfect zamoni nima? Bu hozirgi mukammal zamon. Ya'ni siz uni hozirgina tugatgansiz. Bu o'tgan zamon bilan hozirgi zamon o'rtasini orasidagi zamon. Buni o'tgan zamon bilan adashtirib yubormanglar. Hurmatli Lisan Tahir kanalining obunachilari. Dear followers, ask you, don't take dilemma or some hesitation. Will not hesitation between past simple and present perfect. Hop. Endi mana buni ravishlar, ya'ni adverbs, keywords, recently, hozirgina, in the last few days, so'nggi bir qancha kunlar ichida, so far, since I arrived, kelganimdan beri, shunaqa mana. Xullas biz o'tgan gal shu mavzuni o'tgandik. Endi bugungi asosiy darsimizga qaytadigan bo'lsak, xo'p, present perfect continuous. Present perfect continuous bu nima? Hozirgi mukammal davomiy zamon. Ya'ni siz uni bir qancha vaqt oldin qilgansiz, ya'ni o'sha davrda. Lekin hozirga bunga ham ta'sir bor. Darsda ko'rib ketamiz. Xo'p, ega qaraymiz. Studies example situation. Ya'ni mana shu holat bo'yicha o'zi har bir darsda shunaqa bitta rasm berilgan sizlarga. Mana shu rasm bo'yicha biz o'rganamiz. This sample. We must learn via this sample, picture or image. Is it raining? Ya'ni yomg'ir yog'yaptimi? No, but the ground is wet. Yo'q, maydon lekin nam deyapti. It's been raining. It has been raining. Mana shu present perfect continuous o'zi yasalishi formulasi qaranglar. Subject plus have has plus been plus verb ing gerundi ingli shakli. Odatda bizga fe'lning ingli shakli bo'lsa sifat boshni beradi. Ya'ni producing bo'lsa ishlab chiqarilayotgan, showing bo'lsa namoyish etilayotgan, playing girls or boys, playing kids bo'lsa o'ynayotgan bolalar. Bu yerdagisi bo'lsa fe'lni o'shanga moslashgan shaxsning qo'shimchasi. Qaytaraman. Present perfect continuous formulasi subject plus have has plus been plus verb ing. Mana shu present perfect continuous formulasi. Eslaringdan chiqarmanglar. Present perfect o'zini formulasi bo'lsa, ya'ni hozir mukammal zamon formulasi bo'lsa, subject plus have has plus verb 3 istiqolda. Xo'p. Endi misollarga qaytamiz. Mana
deyapti. Have has been plus ing deyapti. Is a present perfect continuous, ya'ni present perfect continuousga tegishli. Xo'p, I, we, they, youga hay bo'ladi. Ya'ni men, biz, ular, sizga hay bo'ladi, sizlarga ham. Buni qisqartma shakli. Short. I've been doing. Men shuni qilayotgandim. By the time, o'sha vaqtda. Xo'p, endi he, she, itga has bo'ladi. Mana qisqartma shakli bu ham. He's been doing, he's been working, he's been learning. U qilayotgan edi, u ishlayotgan edi, u o'rganayotgan edi bo'ladi. Mana bu yerda we use the present perfect continuous for an activity that has recently stopped or just stopped. Biz mana shu present perfect continuous zamonni qo'llaymiz ekan qanaqa holatlarga, qanaqa faoliyatlarga, qaysiki yana hozirgina to'xtagan, qaytaraman, hozirgina to'xtagan yoki shunchaki to'xtagan bo'ldi. Lekin hozirgina u. Mana why are you out of breath? Nega sen tashqaridan nafas olyapsan? Nima uchun? Have you been running? Sen yugurayotganmiding? Ya'ni hali chuqur nafas olayotgan bo'lsa, odam bir zachevada ho'kkilaydi-yu, hansiraydi ana. Shunaqa holat. Hop, endi nima aytdi? Mana bu yerda Paul is very tired. Paul juda charchadi. He's been working hard. U juda qattiq ishlayotgandi. Why are you so tired? Nima uchun juda charchadingiz? O'tda. Juda. What have you been doing? Nima qilayotgan edingiz? I've been talking to Amanda and she agrees with me. Men Amanda bilan gaplashayotgan edim va u menga qo'shildi. Where have you been? Qayerda edingiz deyapti. I've been looking for you. Men sizni izlayotgandim. Mana shu present perfect continuous. Qorada belgilab qo'yilganlari present perfect continuous tegishli. Xo'p. Endi B'ga qaraymiz. It's been raining for 2 hours. 2 soat davomida yomg'ir yog'ayotgandi. It began raining 2 hours ago and it's still raining. Yomg'ir 2 soat oldin yog'ishni boshlagan va hali hanuz yomg'ir deyapti. How long has it been raining? Qancha vaqtdan beri yomg'ir edi? Mana shu yerda so'roq shakli. It's been raining for 2 hours. Ya'ni 2 soatdan beri yomg'ir edi. It has been. Mana shu yerda present perfect continuous qo'llaymiz. Uni hozirgina tugagan, lekin ma'lum bir vaqt davomida sodir bo'lgan. Hozirga ham ozmuncha bir ta'siri bor. Endi so'rashlaring mumkin, present continuousdan nima farqi bor bo'lsa, present continuousni avval ham bajarganmiz, hozir ham bajarib kelyapmiz. Lekin bu hozirgina tugagan. Aytaylik 5 daqiqa oldin tugagan bo'lsa, jarayon o'zi 2 soat oldin boshlangan, lekin 5 daqiqa oldin tugagan. Jami 1 soat 55 daqiqa davom etgan. Xo'p. Endi aytayaptiki, it says that we use the present perfect continuous in this way, especially with how long for and since this activity is still happening, as in this example, or has just stopped. Biz present perfect qo'llaymiz ekan mana shu yo'lda. Ayniqsa how long ishlatamiz ekan, ya'ni qancha vaqt. For dan beri, since dan beri bu faoliyatlar deyapti hali hanuz sodir bo'layotgan, ya'ni yoki shunchaki to'xtagan. Shunaqa holatlarda biz how long for since qo'llaymiz ekan.
Mana for bilan since tarjimasi bir xil. Dan beri. How long biz so'roq shakllarida ishlatamiz. Ne qanchadan beri? Bu darak. For since. Since ko'proq aniq. Masalan, since for day desak, mana for my child. Hop. Endi how long have you been learning English? Qancha vaqtdan beri ingliz tilini o'rganyapsiz? Masalan, aytishingiz mumkin. I have been learning English since mm, since 4 months. Okay, for 2 days. Ya'ni for'da biz aniq va hollar uchun since'da bo'lsa, ya'ni noaniqroq, aniq vaqt bilan belgilanmagan. Ana shu to'g'ri. Hop, I'm so sorry you're still learning English. Siz hali hanuz ingliz tilini o'rganyapsiz. Mana boya aytganimdek, bu hozirgi ham o'zini ta'siri bor. Hop. Endi Ben is watching TV. Ben televizor ko'ryapti. He has been watching TV all day. U kun davomida televizor ko'rayotgandi. Where have you been? Qayerda eding deyapti. I've been looking for you for the last half hour. Ya'ni men seni qidirayotgandim aniq vaqt. Oxirgi yarim soat ichida. Chris hasn't been feeling recently. Chris o'zini hozirgina yaxshi his qilmayotgan edi. Hop. You can use the present perfect continuous for repeated actions. Siz present perfect continuousni takrorlanayotgan holatlarga ishlata olasiz deyapti. Sylvia is a very good tennis player. She's been playing since she was 8. Sylvia juda yaxshi tennis o'yinchisi. U tennisni 8 yoshidan beri o'ynaydi. Ya'ni takrorlanayotgan. 8 yoshdan beri o'sha jarayon, o'sha process, o'sha action, o'sha situation takrorlanadi. O'sha holat. And every morning they meet in the same cafe. Har tong u bir xil kafeda kutadi ular. Okay, uchrashuv uyushtiradi. They've been going there for years. Ular bu yerga kelishadi, qancha vaqtdan beri? Ya'ni o'sha yerga kelishadi for years. Yillardan beri. Xo'p, endi sizga compare I'm doing, I have been doing, ya'ni present continuous opposite to present perfect continuous. Ketdik. I am doing bo'lsa bunda I have been doing bo'ladi. I am doing present continuous. I have been doing present perfect continuous. We am now. We am now. Qanaqa now? Bu nowda o'rtasida, ya'ni hozirgina o'rtasida. Bu hozirgacha. Xo'p. Don't disturb me now. I'm working. Meni bezovta qilma deyapti. Mana disturb iPhone'chilarda chiqadi-yu. Xuddi o'shanaqa. Disturb. Adashmasam, if I'm not mistaken, the shape of a half moon, ya'ni yarim oy shakli. O'sha. Disturb degani bezovta qilmoq. Bunda meni hozir bezovta qilma, men ishlayapman deyapti. Bu present continuousga tegishli. Endi buni present perfectga I have been working hard. Now I'm going to have a break. Men qattiq ishlayotgandim. Hozir men tanaffus qilmoqchiman deyapti. Endi ikkinchi gap. We need an umbrella. It's raining. Bizga soyabon kerak. Yomg'ir. Hurry up. Kech qolmang. We are waiting. Biz kutyapmiz. Endi shuni present perfect continuous shakli. The ground is wet. Maydoncha namida deyapti. It's been raining. Yomg'ir yog'ayotgandi. We have been waiting for an hour. Biz 1 soatdan beri kutayotgan edik deyapti. Xo'p, mana shu bilan present continuousni bitta dars tugadi. Present perfect continuous bo'yicha umuman savollar qolmadi. Mana sizlar bilan
so'rov shaklini ko'rdik. Birinchi how long chiqadi, undan keyin has a subject been plus verb ing gerundi direct shakli bo'lsa subject plus have has been plus verb ing. Ana endi exercise. Let's go. 9.1. What have these people been doing or what has been happening? Bu insonlar nima qilishayotgandi yoki nima sodir bo'layotgandi. Xo'p. You met Kate as she is leaving the swimming pool. Siz Kate'ni kutyapsiz, ya'ni u suzish maydonchasini tashlab ketgani sababli. As you say, siz aytishingiz kerak. Siz aytyapsiz, ya'ni senior siz aytyapsiz. Hi Kate. Hi Kate, salom Kate. Have you been swimming? Cho'milayotganmiding? Endi bu yerda, mana bu yerda hop bu ruler. Sorry. It's been raining, She has been watching TV. Professor, shunga o'xshab qilaverasizlar. Xo'p, endi uzr 9 ga o'tib ketibman. 9 ni mana 9.2 ni ikkinchisi. You have arrived a little late to meet Ben who is waiting for you. Siz ozroq Benni ko'rish uchun kech qoldingiz, deyapti. Yetib kela olmadingiz, deyapti. Ya'ni siz Ben bilan uchrashish uchun ozgina kech qolib yetib keldingiz, deyapti. Ya'ni u sizni kutayotgani, qaysiki sizni kutayotgan. Tushuntira oldimmi? Ya'ni boshqatdan qaytaraman. You have arrived a little late to meet Ben who is waiting for you. Siz sizni kutayotgan Benni uchratish uchun ozroq kechikib yetib keldingiz. You say, I'm sorry, I'm late Ben. How long have you been waiting for me? Qaytaraman. How long have you been waiting for me? Tushundi ikkinchisiga. Is it understandable? Izohlarda yozib keting. Darsim o'zi eng sodda shaklda, eng xalqchil, umuman hozir o'zi montaj qilganim yo'q. Endi mana financial situation, moliyaviy holatim biroz sizlardan followersdan bir 100 ta, 200 ta, 1000 ta bo'lib ketsa, inshaalloh o'shanda boshlaymiz. 100 ta bo'lib ketsa ana. Xo'p. Endi 9-ga yetdik. It's raining. The rain started 2 hours ago. Yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir 2 soat avval boshlangan edi. Bu past simple. Endi present perfectga tegishli joyi. It's been raining for 2 hours. Yomg'ir 2 soat davomida yog'di. Yoki 2 soatdan beri yog'yapti. We are waiting for the bus. Biz avtobusni kutyapmiz. We started waiting 20 minutes ago. Biz kutishni 20 daqiqa avval boshlaganmiz. Endi bu yerda mana bu yerda we have been waiting for bus for 20 minutes. Ya'ni nima deyapti? Biz avtobusni 20 daqiqadan beri kutayapmiz. Xuddi shunaqa qilib qolganlarini to'g'rilaysizlar. Xo'p. Endi put the verb into present continuous or present perfect continuous. Ya'ni present perfect continuous tegishlisini yoki present continuous tegishli joyini to'g'rilab chiqamiz ekan sizlar bilan. Nima deyapti? Mana bu yerda. Maria has been learning English for 2 years. Maria ingliz tilini 2 yildan buyon o'rganyapti. Hi Tom, salom Tom. I have been looking for you.
Men seni qidirayotgandim. I need to ask you something. Men sendan bir narsani so'rashim zarur. Bunda present perfect tushyapti. Endi mana bu yerda why are you looking at me like that? Nega unga o'xshab va meni yoqtirasan? Stop it. To'xtat. Bittasi present perfect continuous bo'ldi. Yana birisida present continuous bo'ldi. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Agar sizlarga dars yoqqan bo'lsa, like va izohlarni, kommentariyni ayamanglar. Kanalga tobora ko'proq odam qo'shinglar. Qancha ko'paysalaring, men ham kanal uchun shuncha montaj qilib, ya'ni hozir bu oddiy videolar chiqyapti. Shuni men ham bir to'g'rilab, yaxshilab siz azizlar uchun va maromida videolar chiqaraman. Hop, obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar. See you soon, my enthusiastic followers.